Mana kerakli bo'lgan balandlikni to'qib oldim. Aytganimdek, buni hamma xohlagancha balandlikda to'qisa bo'ladi. Man dars uchun qisqaroq qildim balandligini, чтобы dars uzayib ketmasligi uchun. Demak, eng oxirini har doimgidek yopib oldik. Yana mana bu ipimiz bilan yopib oldik va buni uchini, mana bu eng yuqori uchini qanaqa qilib qattiq shaklda qilishimiz kerak. Agar shunday qoldirsak, bu yumshab ketadi-da, nima deydi, nozukroq hisoblanib qoladi. Buni yana bir marta bir qator boshqa shaklda xuddi ramka to'qigandek to'qib olsak, unda bizning uchimiz qattiqqina bo'lib turadi. Demak, mana ko'rganinglardek, hamma yog'i bir xilda mana teglari shu shaklda chiqdi. Endi aytganimdek, xuddi ramka degandek shakldagisini to'qish uchun yana mamitimizni yopib olganimizdan keyin har doimgidek aytdim, mana bundoq qilganimizda qaysi stolbikka tushyapti ipimiz. Mana bu stolbikka tushdi. Mana tushdi. Endi shu stolbikdan ipimizni chiqarib olamiz. Asosiy ipimiz bu. Уже mana bunun ichida qoldi. Endi ramka to'qiymiz deganim bu demak uchini qattiqlaydigan qismi. Hop, uni qanaqa to'qiymiz? Mana stolbiklarimizni endi mana bu orasidan kirgizib-ku. Endi orasidan emas, mana bu boy to'qilmaydi, u joydan kirgizmaydi degan joyim bor-ku. Mana bu orasidan zanjir tegidan kirgizib chiqamiz. Mana qanaqa shaklda kirgizamiz. Demak, ip o'tkazib oldim. Birinchi ipimni stolbik orasidan o'tkazdim. Xuddi mana bunaqa orasidan o'tkazdim va keyingisini mana kurchog'im kirgizdim. Ip o'tkazdim. Hech qayerga hech narsa qilmasdan. Mana. Yana kurchog o'tkazdim teshik orasidan. Olib chiqdim. Qaranglar. Mana bu orasidan o'tkazdim. Chiqardim. Tortib yormaymiz ham, juda ham uzun qilib yormaymiz ham. O'tkazdim. Чтоб e'tibor beringlar, mana bu shakllar hammasi bir xil bo'lsin. Orasidan o'tkazdim. Ip tortdim. Mana biz oxirigacha to'qib olib keldim. Mana shu shaklda olib keldim. Oxirida bitta qoldi. Mana bu ham bitta hisoblanadi, lekin bu hisoblanmaydi. Mana bu bitta qoldi. Menda endi buni qanaqa to'qib yopamiz? Yana mana bu asosiy to'qiyotgan ipim. Buni ishlatmayman. Mana bu oxir kesib olgan ipimiz, har ulayotganda ishlatgan ipimiz. Demak, shuni chiqaraman. Va shundan yopaman. Mana yopganimdan keyin buni chiqarib olaman. Chiqarib oldim. Endi har doimgidek boshini eng birinchisini topib ipimizni ilib o'tkazamiz. Va yana mana bunga o'tkazishimiz kerak. Orqasidan shu joydan o'tkazishimiz kerak. Mana bunga olib kelishimiz kerak. Orqasidan mana bu yerdan orqasiga tortamiz. Mana shu ko'rinishda bo'ldi. Endi mana bu to'g'rilab olamiz. Mana iplarimizni tortib olamiz. Va ipimizning ortiqchasini bemalol endi kesib tashlasak bo'ladi. Kesdik. Endi buni hamma o'zini xohishiga qarab berkitadi. Misol uchun mana bunda qayirib olib shu ko'rinishda mana
mana bu oralaridan tak tanlaymiz. Mana bu oralardan sezdirmasdan aylantirib faqat iloji boricha akkuratni qilib yopishimiz kerak, чтобы sezilib qolmasligi uchun. Endi bu yog'ini ham xuddi shunaqa mana bu oralariga kirgizib berkitib olamiz. Mana korzinkamiz bitdi. Endi buni sal to'g'rilab olamiz. Endi buni balandligini o'zingizlar xohishingizga qarab qilasizlar. Mana tegib demak aytgandek, balandligini o'zingizlarning xohishingizga qarab ko'paytirasizlar, xohlasanglar kamaytirasizlar. Mana bunisi 2 qavat bo'ldi. Bu чтобы qattiq bo'lib turishi uchun. Mana ichlari. Bu uzorimiz bug'doy uzori, galochka uzori deb aytiladi. Bu aniq bitta nomi yo'q. O'zingizlar bitta nom qo'yib olsanglar ham bo'ladi. Bug'doy uzorimi, galochka uzorimi.